Mana shu tarvuz 170 ming so'm bo'ldi. Qachondan boshladinglar savdo qilishni? 2025-yil 8-maydan boshladik. Bu yerda yana qovun-qoqalar ham bor ekan. Mana shuni 3tasi 10 ming so'm, kattasi esa 20 ming so'm. Hozir mana kesib ko'ramiz. Nima deb o'ylaysizlar, qizil chiqadimi yo'qmi? Ay, kichkina chiqdi. Qizil chiqmadi. Yo'q, yaxshi chiqdi. Yaxshi. Ta'mi yomon emas, lekin zo'r emas. Halva har bir unchalik zo'r pishmagan. Lekin bo'ladi yaxshi. Ko'rib turganingizdek, Oq oltin qovun bozori hozirgi kunda bo'm-bo'sh, lekin mavsum boshlandi. Tez kunlarda bu bozor xaridorlar va sotuvchilar bilan to'ladi. Aytgancha, tarvuzlar kilosi 30 ming so'mdan ekan. Korzinkada ham xuddi shu narxda tarvuzlar kelgan.